Yaxshi va sifatli ta'lim ayniqsa bugungi kunda zaruriy ehtiyojga aylanib bormoqda. Bilimlar poydevorini esa maktab davridayoq mustahkam qo'ymoq kerak. Andijon shahridagi Prezident maktabining o'quvchilari uchun ushbu ziyo maskani o'ziga xos ahamiyatga ega. Bu yerga ta'lim-tarbiya olish uchun qadam qo'ygan har bir o'g'il-qiz eng avvalo o'zligini anglay boshlashi bilan birga sekin-astalik bilan o'z kelajagini belgilaydi. Maqsadlar shu qadar ulkanki, unga erishmoq uchun har lahza zarurat sezadilar. Men Azizbek G'anijonovman. Azizbek G'anijonov Prezident maktabining 11-sinf o'quvchisi. Xalqaro SAT imtihonidan 1520 ballni, IELTS imtihonidan 8 ballni qo'lga kiritgan. 2021-yildan beri shu Andijon shahridagi Prezident maktabida o'qib kelmoqdaman. Hozirda 11+ sinfda o'qiyapman. Hamda kimyo hamda biologiya fanlarini tanlaganman. Kelajakda Xudo xolasa kimyo injeneri bo'lmoqchiman. Bu yerga o'zi birinchi kirishni xohlamaganman. Ota-onam meni majburlashgan. Ko'proq ingliz tiliga e'tibor qaratganman. Keyin birinchi bosqichga kirdim. U yerdagi bolalarni ko'rdim, hammasi kuchli. Undan keyin qanaqadir xohish paydo bo'ldi. Ana shu bolalar bilan musobaqaga kirishish. Keyingi bosqichga o'tdim. Keyingi bosqichda ham 16-o'rinda Prezident maktabiga qabul qilindim. Ota-onam juda ham xursand bo'lgan. Men hech nimani his qilmaganman. Bu yerga kirgandan keyin men shunaqa sharoitlarni ko'rdim. Kimyo, biologiya xonalarida laboratoriyalar bor, hamda o'qituvchilar juda ham malakali, hamda bizda international teachers bor, xalqaro o'qituvchilar. Va ular yordamida ham fanni o'rganyapmiz, ham tilni o'rganyapmiz. Birinchi o'rinda men ingliz tilidan juda ham qiynalganman. Mr. William degan Global Perspectives, ya'ni zamonaviy yondashuv fanida o'qituvchi bo'lgan, juda ham tez gapirardi. Men tushunmasdim-da, lekin harakat qilishni boshladim. Mr. Maxwell degan xalqaro o'qituvchi bor, ingliz tilidan dars beradi. Uni to'garaklariga qatnashni boshlaganman. Undan tashqari darsdan keyin har xil ingliz tilida so'zlar yodlaganman va umumiy ingliz tilimni kuchaytirishni boshlab yuborganman. Va o'qish bilan moslashib ketdim Prezident maktabiga. Bundan tashqari xalqaro o'qituvchilar bizga ham yordam berishgan, ya'ni so'zlarda ham darajasi bo'ladi-da. Misol uchun bizga B2, ya'ni B2 darajadagi so'zlar ishlatishgan, osonroq so'zlar ishlatishgan va keyinroq qiyinroq so'zlarga o'tishgan. Shu sababdan bizga yordam bergan. Men Odiljonova Durdona. Durdona Odiljonova 11-sinf o'quvchisi. Xalqaro SAT imtihonidan 1400 ballni, IELTSdan esa 7 ballni qo'lga kiritgan. Xalqaro toifadagi olimpiadalarning faxrli o'rin egasi, STEM Hub loyihasi koordinatori. Andijon shahridagi Prezident maktabiga 2021-yilda 8-sinfda o'qiyotgan paytimda 3-o'rinda qabul qilindim. Bu yerga topshirishimda onamni hissasi juda ham katta. Chunki 2019-yil respublikamizda 4 ta hududida Prezident maktablari ochilganda videosini ko'rsatgan menga. Qara, sen ham shu yerda o'qiysan, tayyorlanasan, topshirasan deb. Lekin men o'shanda ham aytganman, ishonmaganman. Yo'q, bu yerga juda ham kuchlilar topshiradi, men kira olmayman deb. Prezident maktabiga kirgunimga qadar ham matematikadan kuchli bo'lganman. Olimpiadalarga chiqib, o'rin olib, tayyorlanib yurgan bo'lganman, lekin ingliz tili unchalik kuchli bo'lmagan. Lekin shunda menga ustozlarim, ota-onam qo'llab-quvvatlab, sen kirasan, sen eng kuchlisan, sen kirma, sen kim kiradi u maktabga deb menga motivatsiya berishgan. Shundan boshlab men tayyorlanishni boshladim. 2 yil tayyorlandim. Ingliz tilidan o'zimni onam o'qitdi, ingliz tili o'qituvchisi, va matematikadan ham kurslarga bordim, tayyorlandim va yuzim yorug' bo'lib 3-o'rinda qabul qilindim. Bu yerga kirganimda ingliz tilida gapiradigan insonlarni birinchi marta ko'rdim va shunaqa hayratlandim, chunki undan oldin hech qachon boshqa tilda suhbatlashadigan odamlar bilan, o'qituvchilar, boshqa insonlar bilan ham ko'rishmagandim. Birinchi kelgan paytimizda kimyo fani bo'lgan, kirganmiz va chet ellik o'qituvchimiz inglizcha savol-javob qilishni boshlagan. Shunda men ichimda qandaydir qo'rquv hissi bo'lgan, chunki oldin hech qachon ingliz tilida gapirardim, lekin
doimiy darslarda bo'lmas edim. Lekin atrofimdagilar ham o'zimga o'xshaganligi uchun bilganman, shu harakat qilishimiz kerak, o'rganishimiz kerak va sekin asta bu tizimga ham moslashishni boshlaganman. Oson bo'lmagan. Shu ertalabda turib olib, kitoblarni ochib, varaqlab, bilmagan so'zimiz chiqsa, lug'atdan ko'rib, lug'atdan tarjimasini yozib, yodlab, sekin-sekin o'rganganmiz. Agar inson harakatdan to'xtasa, o'sha paytda u qaysidir ma'noda o'lgan bo'ladi. Shuning uchun hamisha qanaqa darajada bo'lsak ham harakatdan to'xtamasligimiz kerak. Meni eng esimda qolgani 7-sinfda Al-Xorazmiy olimpiadasiga qatnashganman. 7-8 sinflarga bo'lardi. Men 7-sinf bo'lib, 8-sinflar bilan bellashganman va shunda yarim ball respublika bosqichiga o'tishga yetmay qolgan. Shunda juda ham xafa bo'lganman, chunki chin ko'ngildan xohlab shu olimpiadada o'rin olishni xohlaganman, lekin nasib qilmagan. Yarim ball, shunisi ham qattiq alam qilgan, lekin undan keyin yanada o'z ustimda ishladim va yaxshi bo'lgan ekan. Mana keyin 8-sinfda undan ham yaxshi natija Prezident maktabiga qabul qilindim. Men Yusupova Nigina Banu. Nigina Yusupova 11-sinf o'quvchisi. Xalqaro IELTS imtihonidan 7,5 ballni, SATdan esa 1300 ballni qo'lga kiritgan maktabning faol o'quvchisi, maktabda turli tashabbus va g'oyalarning asoschisi. Hozirda ximiya, biologiya fanlarini o'rganaman va Prezident maktabi umrimdagi eng katta o'zgarishlardan bittasi deb ayta olaman. 8-sinfdan beri shu yerda o'qiyman. 2019-yili birinchi ota-onam Prezident maktablari haqida eshitgan. Shundan keyin niyat qilib qo'yishgan ekan. 2021-yili tayyorlanishni boshlaganman. Yozda imtihonlar bo'lgan. Imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tib qabul qilindim. Boshida ancha qiyin bo'ldi, lekin shu qiyinchilikni ham bo'lganiga shukr qilaman, chunki hozir bu yerda o'qimayotganimda, boshqa joyda o'qiyotganimni tasavvur qila olmayman. Bu atmosfera xuddi men uchun bonus, qandaydir yutuq, juda katta yutuq bo'lib xizmat qilgan. O'zim oddiy maktabda o'qiganman 8-sinfgacha. Bunda faqatgina tillarga ko'proq e'tibor berganman, matematika va tillar. Hozir o'qiyotgan fanlarim, ya'ni kimyo, biologiyaga unchalik e'tibor bermaganman, qiziqishim ham bo'lmagan. Chunki hammamiz bilamiz, oddiy maktablarda aniq fanlar yoki tillarga ko'proq urg'u beriladi. Birinchi oyda biologiyadan 3 olganman. Shunda juda ham shok bo'lgan, chunki oddiy maktabda har doim 5 olib kelganman. Shok bo'lgan. Shundan keyin o'ylab qolganman, nimaga men bunaqa past baho olyapman. Undan keyin birinchi muammo bu tilda, ikkinchi muammo men biologiyani yaxshi o'zlashtirmaganman. Va shu sababdan biz AGCSE degan kitob bo'lardi, Cambridge tomonidan berilgan va o'sha kitobni oldim, o'qishni boshladim. Ertalablari soat 4-5larda turib shu kitobni o'qirdim. Shu kitob bilan shu 8-sinfim o'tdi va biologiyani o'zlashtirdim va 5 bahoga erishdim. Maktabimga qaytganimda u yerdagi eng zo'ri bo'lishi mumkin edi. Chunki u yerdagi bolalar, to'g'risini aytaman, biologiyani o'qishmasdi. Ko'proq aniq fanga e'tibor qaratishardi. U yerda eng zo'r bo'lardim, bu to'g'ri. Lekin inson kuchliroq joyga harakat qilaverish kerak. Misol uchun bu yerda eng past darajadagi o'quvchi edimda, birinchi kelganimda. Hozir endi o'rtacharoq toifaga ko'tarildim. Mr. Kaiser degan o'qituvchimiz bo'lardi, 8-sinf bilan 9-sinfda dars bergan. U odam juda ham zo'r tushuntirardi-da. Atomlarga juda ham qiziqib qolganman. Inson, butun olamdagi hamma narsa shu kichkina mayda zarracha atomlardan tashkil topgan. Shu bilan men kimyoga qiziqishim ortgan. Undan keyin Azamjon domlamiz bo'lgan. Men bilan darsdan keyin ishlardi, har xil masalalar ishlardik. Shu sababdan kimyodan bilimim ortdi va 10-sinfda STEM olimpiadasi bo'lgan. Viloyat bosqichida 3-o'rinni oldim hamda respublika bosqichida 7-o'rinni oldim. Undan keyin 9-sinfda bizga iqtisod va biznes fanlari kirishni boshlagan. Va shunda qiziqib qolganman, chunki
inflyatsiya, banklar qanday ishlaydi, davlat iqtisodiy jihatdan qanday ishlaydi, shularni o'rganishga men qiziqqanman-da. Va shu sababdan iqtisodni o'qishni boshlaganman. 9-sinfda harakat qilganman xalqaro iqtisod olimpiadasiga chiqishga. 10-sinfda ham harakat qilib ko'rdim va omadim keldi va o'qidim. Shu sababdan xalqaro iqtisod olimpiadasiga qatnashdim. Yozda Gonkongga borib keldik. Meni o'qituvchilarim meni bilimimni o'stirish uchun harakat qilishdi. Shu sababdan men kimyo hamda iqtisod fanlariga qiziqishim ulkan. To'g'risini aytsam, prezident maktabiga kirishdan oldin meni maqsadim O'zbekistondagi universitetga kirish bo'lgan. Masalan, xalqaro universitet Westminster. Lekin chet el haqida hech qachon o'ylab ko'rmaganman, xayolimga ham keltirmaganman. Eshitmaganman, qiziqmaganman ham hattoki. Lekin prezident maktabiga kirib, chet ellik mutaxassislar bilan qo'lida tahsil olganimdan keyin o'ylaganman, nima uchun men chet elda o'qiy olmayman? Qo'limdan keladi deb izlanishni boshladim. Chet el universitetlari, chet eldagi ta'lim sharoitlari hammamizga ma'lum, bu chet el standartlari O'zbekistonnikidan qaysidir ma'noda yuqoriroq turadi. Va men ham shunga qiziqdim. Dunyodagi top 100 talik universitetlarga topshirish harakatidamiz hozir. Jarayonlar ketmoqda. Va bunda o'qituvchilarimiz ham qo'lidan kelgancha yordam beryapti, bizga yo'nalishlar ko'rsatyapti. Har bir muvaffaqiyatsizlikka uchraganimdan ham nimadir dars olishga harakat qilaman. Yutmagan bo'lsam ham, lekin buni o'rgandim-u, yangi narsa oldim-u, shundan keyin yangi do'stlar orttirdim-u deb o'zimga o'zim motivatsiya beraman. Oxirgi erishgan yutug'im 10-sinfning oxirida Education USA Academy Connect, ya'ni AQSh elchixonasi tomonidan tashkil etilgan shu o'quvchilarni AQSh universitetlariga tayyorlovchi kursiga butun respublikadan saralab olinganlar ichida qabul qilindim va bizga Colorado Boulder universiteti professorlari dars berdi. Yozda 1 oy kursda qatnashdim va o'sha kursda o'rgangan tajribalarimni hozir amaliyotga qo'llab chet el universitetlariga topshiryapman. Bu maktabga kirganimdan keyin ilm-fanga juda qiziqib qoldim. Shuni orqasidan maktabimizdagi birinchi o'quvchilar tomonidan olib boriladigan organizatsiya Science Clubga asos soldim. Science Club birinchi marta avvalgi yili, ya'ni 2023-2024 o'quv yilida o'z faoliyatini boshladi. Bu klub organizatorlari 5 ta odam edi va biz har xil ilm-fanni targ'ib qiladigan har xil o'yinlar, turnirlar, shunaqalar o'tkazib boshladik. Bu yil bo'lsa har haftalik quiz bowl, ya'ni zakovatga o'xshagan viktorina tashkil qildik. Hozir masalan o'quvchilar matematikaga qiziqishlari mumkin, computer science, informatikaga qiziqishlari mumkin, chunki ularni o'rgansa nima olishini biladi. Shuning uchun ilm-fanni qandaydir yo'l bilan ko'proq yoyish, odamlarni shunga qiziqtirishni maqsad qilib qo'yganmiz. Sifatli ta'lim dunyoga yo'l ochadi. Maktabning deyarli barcha o'quvchilari bugun xorijiy davlatlarning nufuzli oliy ta'lim muassasalarida o'qish istagida harakat qilishmoqda. Buning uchun mazkur ziyo maskanida barcha imkoniyatlar yaratilgan. O'quvchilarning tanlovlari asosida yo'naltirish, ularga bu borada ko'proq tushuncha berish ayni muddaodir. Xususan, Azizbek G'anijonov Cambridge xalqaro tashkiloti tomonidan dunyo bo'yicha o'tkazilib kelinadigan xalqaro S-level imtihonidan kimyo, biologiya va matematika fanlaridan eng yuqori natijani qo'lga kiritgan. Bu eng yuqori ko'rsatkich bo'lib, dunyodagi bir nechta mamlakat oliy ta'lim muassasalari uchun tan olingan sertifikatni anglatadi. Kirish imtihonlarisiz o'qishga qabul qilinadi. Amerikadagi Dartmouth College'ga topshirganman. 16 dekabrda natijasi keladi. Undan tashqari Amerikadagi boshqa universitetlarga ham topshirganman. Kelajakda kimyo injeneri bo'lmoqchiman. O'zbekistonga qaytib kelib o'zimni biznesimni boshlamoqchiman. Kimyo zavodi qurmoqchiman va shu sababdan men ham iqtisod, ham kimyo, ham biologiyani o'rganyapman. Chunki kimyo zavodi bo'lgandan keyin iqtisodiy jihatlarni ham boshqarish kerak edi. Undan tashqari shu xalqimga xizmat qilmoqchiman. Ana shu kimyo zavodida yuqori malakali mutaxassislarni shu ishga olmoqchiman. Men matematika sohasida ketmoqchiman. O'ylayman, matematikaga yoshligimdan talentim bo'lgan va olimpiadalarda qatnashib kelganman. Bu yerga kirganimdan keyin chet ellik
matematika o'qituvchilarimizni ko'rib yanada bu sohaga bo'lgan qiziqishim oshdi va ko'proq shu sohaga qiziqdim va matematika sohasini tanladim. Men o'ylayman, oiladagi muhit ham bunga sabab deb o'ylayman, chunki ota-onam ham matematika sohasidan kuchli bo'lgan va oilaviy muhitimizda ham matematika. Shuning uchun men ham shu sohaga qiziqdim va o'zimda shu sohaga bo'lgan iste'dodni ko'rdim va shuni yanada rivojlantirishga harakat qilyapman hozir. Men hozir Duke AQShdagi Duke universitetini tanladim. Chunki bu universitet matematika bo'yicha ham top 10 talikning ichida turadi va professorlari ham kuchli. O'zimni yanada kuchaytirish maqsadida, kuchli insonlardan bilim olish maqsadida shu universitetni tanladim. Chet el universitetini tamomlaganimdan keyin u yerda faqat o'qishni emas, qanaqa qilib o'qitish tizimini ham o'rganmoqchiman. Men shu narsaga qiziqaman, ta'lim sohasiga. Ular nima uchun bizdan standartlari yuqori, nimasi bilan bizni o'qitish tizimimiz haligi ulardan pastda turibdi, qolib ketyapti. Shu narsalarni o'rganib, qaysi jihatlari bilan ular bizdan ustunligini o'rganib kelib, O'zbekistonda ham shu usullarni qo'llab, O'zbekiston ta'lim tizimini ham top 100 talik, top 50 talik, top 10 talik ichiga ham olib chiqmoqchiman. Birinchi qadamlarimdan biri Science Clubga asos solish bo'lsa, undan keyin respublika miqyosida ilm-fanni targ'iboti bilan shug'ullanmoqchiman. Ya'ni ilm-fanga katta hissa qo'shish niyatim bor. Buning uchun ilmiy tadqiqot markazlarini tuzmoqchiman. Tibbiyot sohasida ketmoqchiman. Va yana ham chuqurroq kirsak, nevrologiyada o'zi computer science, informatikaga qiziqishim katta bo'lgan. Shuning uchun kelajakda nevrologiyada AI'ni, ya'ni sun'iy intellektni implicationlarini ham qo'llamoqchiman. Romanlardan detektiv kitoblarni o'qiyman. Agatha Christie'ning kitoblari, undan tashqari Arthur Conan Doyle'da Sherlock Holmes bor. Juda ham ko'p, 2 yo 3 marta o'qib chiqqanman. Undan tashqari har xil, misol uchun biz adventure deb qo'yamiz. Harry Potterga o'xshagan kitoblar, sarguzasht kitoblarni yoqtiraman. Bilim insonga nima beradi hayotda? Qanchalik ahamiyatga ega ilm olish hayotingizda? Birinchi, ilm olish bu insonni jaholatdan qaytaradi. Ya'ni ilmli inson turli xil nomaqbul ishlarga qo'l urmaydi birinchi navbatda. Undan tashqari xalq uchun kerakli inson bo'ladi. Misol uchun kimyo sohasidan ketmoqchiman. Kimyo sohasida biror nima yaratdim. Bu yaratgan narsam insonlarga manfaati uchun ishlaydi. Ilmli inson dunyoqarashi kengayadi va bu turli xil muammolarni yechishda foydali bo'ladi. Faqat o'zi uchun emas, balki boshqalar uchun ham manfaat keltiruvchi insonga aylanadi o'z-o'zidan, to'g'rimi? Hayotimizni A nuqtadan B nuqtagacha davom etadigan chiziq deb olsak yoki shu A nuqtadan B nuqtagacha masofa deb olsak, shu masofani qandaydir qilib to'ldirishimiz kerak. Uni shunchaki bosib o'ta olmaymiz va eng manfaatli yo'li bu bilim olish, ilm o'rganish deb hisoblayman. Eng yaxshi ko'rgan kitobingiz qaysi? Angels and Demons ingliz tilida o'qiganman bu kitobni. O'zbekchasi farishtalar va adashmasam shaytonlar bo'ladi. Bu kitobda Robert Langdon degan asosiy qahramon bor. U Garvardda professor, har xil belgilar, simbollar, tarixiy simbollarni o'rganadi va bu sarguzashtda va bu qidiruvda Robert Langdon Shveysariyada bo'ladi, Rimda bo'ladi. Rimdagi mashhur binolarni ko'radi. Misol uchun Pantheon, Sistine Chapel, shunga o'xshagan binolarni ko'radi va har xil insonlar bilan ko'rishadi. Men har xil janrda o'qiyman. Ko'proq badiiy kitoblar o'qiyman. Shu romanlar. Hozirda inglizcha kitob o'qiyapman. Ko'proq oxirgi o'qigan kitobim To Kill a Mockingbird. Bu kitobda ham shu ikkita bolani sarguzashtlari bayon etiladi. Bu kitobni menga yoqqan tomoni shu bo'lib o'tayotgan jarayonlarni to'liq tasvirlab beradi va men shu narsani ichida
qaysidir ma'noda kitobning ichida yashayman-da. U bosh qahramon boshida o'tkazgan hodisalarni ham men o'zim ham boshimdan o'tkazaman. Shu narsalari menga ko'proq hissiyot beradi. Shularning ichida yashaganim uchun shu jihatlari yoqadi menga. Shu o'qiyotgan kitobimda ham aka-singil tasvirlangan. Menimcha shundagi singlisi bo'lsam kerak, chunki men yoshligimdan har xil ishlarni qilib ko'rishga qiziqardim. Ular ham xuddi shunaqa. Ya'ni qo'rqmaydi-da, o'zi xohlagan ishini qilib ko'radi. Shu kitobda men o'zimni ko'rdim. Chunki men ham qiziqib, o'sha eksperiment tajribalarni qilib ko'rardim ukam bilan. Sarguzasht, detektiv, rus adabiyoti, detektiv asarlar syujetni qaysi tomonga burilib ketishini siz hech qachon avvaldan aytib bera olmaysiz va o'qiyotganingizda bu boshqacha qiziqish beradi sizga. Bunday mashhur insonlardan biri Steve Jobs. Yana boshqa insonlarni oladigan bo'lsak, kompozitorlarning ichida ham shunday insonlar bor deb o'ylayman. Masalan, Beethoven. Beethovenning eng taniqli asari bu Eliza uchun va manbalarga qaraydigan bo'lsak, bu asarni kar bo'lib qolganida yozgan. Musiqani bunday holatda yozish menimcha juda qiyin va juda katta mehnat talab qiladi. Siz qanday holatga tushsangiz ham orzulardan cheklamash kerak. Ota-onam shu ko'chada daydib yuravermasdan shu kitob o'qi deyishgan, qo'limga kitob berishgan. Undan tashqari meni buvam bo'lgan. Yoshligimda shu kitob o'qishga juda ham e'tibor qaratishgan. Keyin men ham ulardan o'rganganman shu kitob o'qishda. Menimcha ingliz tilini o'rganmaganimda nemis tilini o'rgangan bo'lardim. Baribir til o'rganardim. Chunki til o'rganishga qiziqishim juda ham katta. O'zi biz oilamiz shu buvam ona tilchilar bo'lgan. Tilga juda ham katta e'tibor qaratishgan. Shuning uchun men ham ona tiliga qiziqqanman. 5-sinfda o'qiganman, lekin men uchun emasligini tushunib yetganman. Baribir o'rgangan bo'lardim. Ingliz tilini o'rganganim menga qanaqa foyda berdi? Bilsangiz, 50% dan ko'p ma'lumot internetdagi ingliz tilida. Ingliz tilini o'rganadigan bo'lsangiz, shu ma'lumotlarga kira olasiz. Shu ma'lumotlarni tushuna olasiz. Shu ma'lumotlarni tushunganingizdan keyin siz dunyo qarashingiz kengayadi. Ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz. Nimadan minnatdor bo'lasiz shu narsadan? Ota-onamni meni qo'llab-quvvatlagani. Shu hamma insonni meni qo'llab-quvvatlaganidan xursandman. Men o'ylayman, prezident maktabiga qabul qilinganim eng katta hayotimdagi muvaffaqiyatim bo'ldi. Chunki prezident maktabiga qabul qilinishimdan oldin men faqat shu tor doirada o'ylaganman va tor doiradagi tengdoshlarim bilan yurganman. Lekin prezident maktabiga qabul qilinganimdan keyin chet eldagi tengdoshlarim nima qilyapti degan savolni o'zimga berishni boshlaganman va juda ham dunyoqarashim ham kengaygan deb o'ylayman. Men o'ylayman, inson harakat qilsa, qattiq harakat qilsa, albatta unga o'sha harakatiga yarasha natija ham bo'ladi. Shuning uchun omad ham kerak, lekin qattiq mehnat qilsa, o'sha mehnatiga yarasha Alloh ham beradi natijani deb o'ylayman. Men aytgan bo'lardim hammaga hech qachon izlanishdan, o'qishdan to'xtamaslik. Birorta maqsad qo'ydi, maqsadiga erishdimi, yana undan ham katta maqsad qo'yish kerak odam. Chunki maqsadsiz yashash bu umuman haligi men o'ylayman yomon narsa bu. Chunki inson maqsadsiz bo'lsa, hayotdan ma'no topa olmay qoladi. Shuning uchun bitta natijaga erishsa ham yanada katta maqsad qo'yish kerak. O'qish, izlanish bu hech qachon insonga yomon narsa keltirmaydi, faqat yaxshilikka yetaklaydi. Shunchaki yashash menimcha bu o'limga teng bo'lsa kerak. U yashashdan nima ma'no qoladi shunchaki yashasa? Izlanish kerak inson. Kimdan minnatdor bo'lasiz? Birinchi navbatda men ota-onamga juda ham katta rahmat aytgan bo'lardim. Chunki ular qo'llab-quvvatlamaganda men hozir bu darajada shu yerda umuman o'tirmayotgan bo'lardim deb o'ylayman.
keyin o'qituvchilarim hamma menga ishongan, ishonch bildirgan, sen buni uddalaysan degan insonlarga rahmat aytgan bo'laman. Oilamdagi hamma, ota-onam, o'zi o'qituvchilar oilasida katta bo'lganman. Shuning uchun ta'lim qon-qonimga singib ketgan desam bo'ladi. To'g'ri, siz hech kim o'qimaydigan muhitda ham o'zingiz o'qishingiz mumkin, lekin unda juda katta mehnat ketadi. Hamma o'qiydigan muhitga tushib qolsangiz, sizga o'qish ancha qiziqarliroq va osonroq bo'ladi. O'zimning maktabimda qiziqishlari men bilan bir xil bo'lmagan odamlarni ichidan men bilan qiziqishlari o'xshash va ilmga chanqoq o'quvchilarning ichiga tushib qolish meni yutuqlarim. Birinchi yili zamonaviy yondashuv o'qituvchimiz bor edi, Mr. William. Mr. Williamning darslarida eng passiv o'quvchilardan biri edim, chunki ko'p gapirishni yoqtirmayman. Ingliz tilida gaplashmaganim uchun u tilda deyarli gapirmasdim. Shunga e'tibor berib, keyin ekstra klasslar tashkil qilgan. Unda biz bitta mavzu tanlab yoki savollar tanlab, shu mavzuda u savollarga javob berib, muloqot o'rnatardik va har doim oldinga intilish kerakligini, o'zini ko'rsata bilish kerakligini shu odamdan o'rganganman deb o'ylayman. Yangi O'zbekistonni barpo etishda xalqimiz albatta mana shunday yoshlarning shijoati, bilimi, qobiliyati va ilmiy qarashlariga tayanadi. Ishonamizki, yangi O'zbekiston yoshlari albatta yoshlikka xos shijoat, jo'shqinlik, mardlik va sabr-toqat bilan ezgu orzu intilishlarini amaliy harakatga aylantiradi.